Birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi. Urumchida qonli voqealar o'tdi. Uyg'urlarni men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Uyg'urlar nihoyat og'ir parishon holda bo'ldi. Xitoylar oyamasdan Uyg'urlarni qirib tashildi. Shuning uchun shu haqda buni bir eslatmoqchiman. Bu she'rni o'qib tashlaydigan narsa emas u. Misoli Sodir Palvonning bir she'ri bor. Ot mindim ala qoshqa, choptirdim shag'al tashqa. Sodir otidi boshqa, Xitoy otidi toshqa degan she'r 100 necha yil bo'lib turibdi. Lekin bu ham tarixiy bo'ladi. Bizning kelajak avlodimiz eshitadi. Bizning odamlarimiz uxlab yotmagan ekan. Harda qarshi she'rlar yozib bo'lsa ham qarshi ekan deb bizning avlodlarimiz qolishini so'rayman. Shuning uchun zolim qonxo'r Xitoylar haddidan ko'p oshdilar. Begunoh Uyg'urlarni Urumchida otdilar. 7-oyning 5 kuni qonli tong otdilar. Ko'chalarda shahidlar qonga botib yotdilar. Ajab dahshatli kun tushdi Uyg'ur xalq boshiga. Uyg'urlar kelolmadi o'lgan balasining qoshiga. 7-oyning 7-gacha ko'p Uyg'urni o'ldirdi. O'lganlarni Xitoylar yoshirinchi ko'mdadi. Ko'chaga chiqolmay o Uyg'urlar uyga kelib yotdilar. Chiqqanlarni Xitoylar shu joyda otdilar. Kaltak tutib Xitoylar har do'qmishda turardi. Ko'rib qolsa Uyg'urni to o'lguncha urardi. Bu nima degan xorliq bu? Uyg'ur degan millatga yoki bizlar qoldikmi o'tmishdagi illatga? Urumchi mening deysa, bosh ko'tarib yuralamsa, kunduzi chiroq olib bir Uyg'ur ko'ralamsa. Tarixini o'zgartdi harom niyat Xitoylar. Endi bo'lsa ey Uyg'ur kimliging bilalamsa. Yerlaring bo'lib berdi Qozoq, Qirg'iz, Tunganga. Sharqiy Turkiston zamin meningki diyalamsa. Yangi kelganda Xitoylar ko'chada tezak tergan. Shu Xitoyning oldiga ruxsatsiz kiralamsa. Sodir Palvon G'anibotur Uyg'ur o'g'li bilib qo'y. Ular qilgan ishlarni sen endi qila olamsan. Qiz juvonni Xitoylar pul bilan buzib bo'ldi. Shu og'ir ahonatga sen chidab tura olamsan.